hali hanuz bitta ishingizga tushuna olmayman. Ya'niki siz Shakira va Beyonce'ning qo'shig'iga o'zbekcha klip suratga oldirgansiz. Oldirmagansiz, shunaqa loyihada ishtirok qilgansiz Oydin Yusupova bilan. Menimcha bu endi o'z vaqtida juda ham katta munozaralarga, muhokamalarga sabab bo'ldi. Shundan bir qanaqadir maqsad ko'zlaganmisiz? Nima uchun shu klipda tushyapman? Bu klipni biz ekranlarga chiqarmoqchi emas edik. Bu unaqa klip emas. O'tdagi ovoz ham bizning ovozimiz emas. Biz Shakira va o'zi loyihani o'zi qaysidir nima desam ekan, taniqli chet el xonandalarini o'xshatish deylik, shunaqa loyiha edi. Lekin biz o'sha yerdagi kiygan ko'ylaklarimiz Miss Camilani to'y va to'y liboslari salonini biz reklama qilganmiz. Bu yerda o'sha kiyimlarimizni reklama qilganmiz. Keyin kiyimlarimizga ham ko'p e'tirozlar bildirildi. U kiyimni ochiq joylarda debdi, yo'q, u ochiq joyda material bor. Hozirgi paytda bunaqa ko'ylaklarni o'zbek oilalarida hamma kiyyapti. Bitta biz kiyib chiqqanimiz yo'q. Bunaqa ko'ylaklarni o'sha to'yxona salondan olib to'ylarga kiyishyapti. Yo'q, o'zi u yoqda qilingan xatti-harakatlar, odatlar. Xatti-harakatlar endi bu gapingizga men aktrisaligimni esdan chiqarmanglar. Misol uchun men aktrisaman. Men Shakiraga o'zim menga aytishdiki, Shakira bu bering deyishdi. Men Shakira, yana ham Shakirani hamma anaqasini bilaman, raqsini, lekin men uni ko'rsatganim yo'q. Men o'zimizga moslashilgan holatda kanallarimizda berayotgan kliplarga mos holatda qilgan qilg'il anaqa raqslarim bo'ldi. Shu mana hozirgi bizga e'tiroz bildirganlar, misol uchun o'sha Mening yurtim kanalida yoki boshqa kanallarda bizning o'zbek xonandalarimizni kliplarini ko'rishadi. Misol uchun ularga indashmaydi, chunki ularni doim ko'rib kelingan, xuddi shunaqa raqslarga ham tushgan. Bundan battarini ham o'ynab chiqishadi, bundan battar kiyimlar kiyib chiqishadi. Misol uchun men nimaga buni to'g'ri tushunmayman bu e'tirozlarga? Men bizni ko'rmaganligi uchun, bizdan yangilik bo'lgani uchun, shu Oydin bilan mendan yangilik bo'lgani uchun ular hayron qolishdi. Shunaqa deb o'ylayman. Lekin bu men aktrisaman, men Shakirami, Beyonce'mi o'xshat ber deyishganiga men o'xshat berdim. Janr tanlamaysizmi? Misol uchun aktrisa bo'lgandan keyin mayli har xil janrda o'ynash mumkin. Farqi yo'q. Misol uchun erta bir kun nima deydi? Shunaqa janrlar borki, o'zbek millatiga, mentalitetiga umuman xos emas. Shunaqa janrlarni ham suratga tushaveradi. Filmmi? Film. Birinchidan bizda unaqa ssenariylar o'tkazmaydi. Bizda ham ssenariyni o'qib, tasdiqlovchi ishxona mana o'zbek badiiy kengashlar bor, o'zbek kinoda mana bizda ustozlar o'tirishadi o'sha yerda. Unaqa to'g'ri kelmaydigan ssenariy o'tkazishda unaqa filmlar olinmaydi. Keyin men albatta o'zimga to'g'ri kelmaydigan, men o'zbek oilasida dunyoga kelganman. Men o'zbek ayoliman, o'zbek qiziman. Mani akam bor, mani amakilarim bor, tog'alarim bor. Mana duch kelgan rolni o'ynavermayman. O'sha klipni ko'rib sizga shu qanaqadir e'tiroz bildirishdimi o'sha? Mani o'sha qarindoshlarim aytishdiki, chunki bir ikkita kanallarga chiqarib muhokama qilishdi-da. Men ular aytishdiki, nimaga sendan ruxsat so'rashmasdan, sizda shunaqami deyishdi. Sizda ruxsat so'ralmaydimi dedim. Aytdim, bizda shunaqa ekan, ruxsat so'rashmadi mendan. Bunday qarasa haqqi yo'q meni unaqa chiqarishga. Mayli chiqaribdi. Lekin o'sha muhokama qilayotgan odamlar o'ziga hayron. Men aktrisaman-ku. Ular men yaqinlarim ham aytishdi, sen aktrisasan, kimnidir o'xshatib berding-ku. Yoki bunaqa kliplar aylanmayaptimi? Bizni o'zbek kanallarimizda aylanyapti-ku. Men aktrisa, menga mumkin deb o'ylayman. Men kimnidir o'xshatib berish. Agar men o'zimni klipimda shunaqa narsalar qilsam, aytsa bo'lardi, Jamila bekor qilibdi deyishsa bo'lardi. Lekin men kimnidir parodiya qildim. Shunaqa desam bo'ladi. Hozir yana shunaqa misol uchun taklif tushadigan bo'lsa, demak rad qilmaysiz. Yo'q, men bunaqaga endi rad qilaman, chunki boshim gap so'zdan chiqmay qoldi.
telefon qilishadi, sani televizorda ko'rsa, qaysi kanal desam Toshkentdan ko'rsatishadi, yoshlardan sani muhokama qilishyapti deyishadi. O'sha boshim qotib qoldi. Umuman bunaqa loyihaga boshqa umuman qatnashmayman. Demak, afsusdasiz, to'g'rimi? Yo'q, men afsusda emasman. Men afsusda bo'lib bu narsaga 1 yil bo'ldi. Men yosh qizcha emas edim, 16-17 yoshli qiz emas edim afsusda bo'ladigan. Men afsusda emasman. Lekin endi muxlislarni ham nima desam ekan, hurmat qilish kerak-da. Ularga bu narsa yoqmabdimi? Mayli endi. Chet eldan qanaqadir takliflar bo'lganmi faoliyatingiz mobaynida? Yo'q. Buni sababi o'zingiz harakat qilmaganingizmi yoki qanaqadir til bilmaslik? Menimcha til bilasiz, sharqshunoslikda o'qigansiz. Sharqshunoslik institutida arab ingliz tilida o'qiganman, lekin nima desam ekan, filmlarim juda ham ko'pligi uchun unaqa mukammal kirishib o'qimaganligim uchun uncha ham me'yoriga yetkazib gaplasha olmayman arab ingliz tilida. Bizda rejissyorlar mana shu filmda mana bunaqa kiyim kiyasan deb oldindan talab qo'yadimi? Talab qo'yadi. Demak, talab bor, haqiqatan. Kostyumer ishlaydi. Kino filmdan 1 oy oldin hamma narsa o'lchanadi, razmerlar, kiyimlar sotib olinadi. Kiyim kim tomonidan sotib olinadi? Aktrisa yoki? U kelishilgan holatda bo'ladi. Misol uchun davlat filmida aktrisa aktyorlarga o'zligi demak, film ijodkorlarini o'zi tashkil qilib beradi. O'zligi tashkil qilishadi va o'sha film o'sha yerda u kiyimlar qoladi. Mana bu xususiy filmlarda bo'lsa, bu kelishiladi. Men aytaman, men o'zimning kiyimlarim bor, hali kiyilmagan boshqa kinolarga men kiyib chiqishim mumkin deyman. Kiyib chiqing bo'lmasam deydi, men kiyimlar bo'lsa, o'zingizlar yordam berasizlar, men kiyimim yo'q deyman. Misol, ular o'ziga qilib berishadi. Tushunarli. Chingiz Aytmatovning Jamila qissasini o'qiganmisiz? O'qiganman. Juda ham yaxshi qissa. Shuni aytmoqchi edim. Tushunarli. Umuman esingizdan chiqmaydigan ashaddiy muxlisingiz bormi? Qanaqadir bir qaysidir bir ishi bilan siz esingizdan chiqmagan. Bor. Kim, qanaqa ish? Chiqmagan haqiqatdan men o'ylayman, oxirgacha eslab qolsam kerak u. Faryod filmi chiqqan paytda muxlislar nima desam ekan, o'sha filmga muxlislari ko'paydi-da, o'sha film Faryod filmini. O'shanda Andijondan meni muxlisim keldi. Qidirib shu o'zbek kinoga kelgan, o'zbek film kelgan hamma anaqa adreslarim, telefonlarini olishgan. Sovg'a olib ketdi. Muxlislar shunaqa bo'ladi-ku, sovg'a bersa, shu u men qabul qilsam yoki xonanda yoki kimdir qabul qilsa, o'sha odam maza qiladi-da. Misol uchun o'zimiz ham shunaqamiz. To'g'rimi? Albatta. Shu sovg'a olib kelgan vaqtim juda ham kam edi. Menga chiqishdi, men aytdimki, voy juda ham vaqtim kam, ko'chada yuribman desam, mayli, qayerga tashlaymiz Jamila opa, ketamiz deyishdi. Men aytdimki, bo'lmasam dedim 2 minut vaqtim bor, hozir men shu yo'ldan o'taman dedim. Bo'ldi. Shuni o'tib ketayotgandim. To'xtadim. Ular ham to'xtashgan. Mashina orqasini ochishdi-da, mягкий игрушкаlar turibdi, podarka, sovg'a, gullar turibdi-da. Keyin tushdim. Men harakatda yurdim. Sochlarimni tepadan qo'yganman. Sportivniy sport kiyimidaman. Krossovkalarda keldim. Ochkini yechdim. Hurmatsizlik bo'lmasin, ochkini yechdim. Yonimda yana bitta xonanda qiz turibdi. Keyin nima aytdim? Mana men Jamilaman dedim.